40 ga kirgan, bir ikkita oila ko'rganini olish kerak. Ayolim erga qanaqa muomala qilishni bilmaydi. Ona bilan qanaqa gaplashishni bilmaydi. Muomalasini aytadi. Qanaqa muomala qilish kerak, bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Necha yosh edi u? 18-19 yosh edi. 18-19 yosh erga muomala qilish qayerdan biladi? Nima uchun bilish kerak o'zi u? Ya'ni erga muomala qilish. Otasi va onasini ko'rgan narsa nazariy narsa, lekin amalda uni qayerdan biladi? Aytmoqchimanki, tabiiyda bilmasligi. Qo'polroq qilib aytganda, sizga juda ham tajribali bo'lsa, 40 ga kirgan, bir ikkita oila ko'rganini olish kerak. Agar shunchalik bo'lsa-da, shikoyat qilmaydigan yo bir ikkita qaynonaning xizmatini qilib kelganlarni olish kerak. U kashf qilyapti u ham. Unga ham fursat kerak, vaqt kerak. Ozgina sizga moslashish uchun vaqt kerak. Ozgina onangizga moslashish uchun vaqt kerak. Unda bor edi dastur, lekin u oilangizga o'tmas ekan u programmasi. U onasiga moslab kelgandi. Kenayisini qilgan muomala, onasi rozi bo'ladigan, minnatdor bo'ladigan, yaxshilikni biladigan ayol edi. Sizniki boshqacharoq ekan. Tarangroq ekan, rozi qilish qiyinroq ekan. Yigitlarda kutuvlarni to'g'irlangda, keyin natijaga erishish uchun hovliqib ketmang. Uni moslashtiring o'zingiz uchun. Siz tarbiyalang uni.